Ko'pchilik buyuk sarkarda Amir Temurnigina sohibqiron deb taniydi, lekin 16-asrda Movarounnahr va Xurosonni birlashtirgan ikkinchi sohibqiron bobomiz Abdullaxondir. U 1534-yilda tug'ildi. 1550-yillarda hokimiyat uchun kurashni boshladi. 1583-yil rasman Buxoro xoni bo'ldi. Harbiy islohotlari. Abdullaxon ikkinchi qo'shinni qayta tashkil qildi. Artilleriya va mushket va o'q-dorilarni qurollardan foydalanishni kengaytiradi. Hatto o'sha paytda daryo flotiga ham ega bo'ladi. Janglar va hududiy birlashuv. 1570-yil, 1580-yillarda Samarqand, Toshkent, Farg'ona, Baxtni birlashtirdi. 1583-yillarda Xiva xonligini bo'ysundirib, deyarli butun Movarounnahr yagona davlatga aylantirdi. O'sha yillarda Safaviylar imperiyasiga qarshi yurishlar qildi. Marv, Hirot, Mashhaddek Xurosonning yirik shaharlarini zabt etdi. Qozon xonliklari bilan ham Sirdaryo va Toshkent hududlari uchun janglar olib bordi va hozirgi Janubiy Qozog'iston hududini qo'shib oldi. Pul islohoti qilib, oltin tangalar jalb qilina boshladi. Ko'plab madrasa va masjidlar, ko'priklar qurdi. 16-asr oxiriga kelib Buxoro xonligi cho'qqisiga chiqdi. Bir tomoni Qashqardan to Mashhadgacha kelgan imperiya tuzdi. Ammo 1598-yil vafot etdi. Uning vafotidan so'ng Shoh Abbos 1600-yillarda boshida Xurosonni qayta egalladi.